chet elda qanday jinoyat yoki qanday ma'muriy huquqbuzarlik sodir etganligidan qat'iy nazar sudlanuvchi sudga kerak bo'lsa oq ko'ylak kostyum shunda keladi. Sudga nisbatan bo'lgan hurmat haqqi. Bizda esa bitta tashkilotni vakilini sudga keltira olmaymiz. Iltimos qilamiz, yalinamiz. Oxir oqibat unga qulay bo'lgan vaqtga sud majlisini belgilaymiz. Mana bu bizda mustaqil hisoblangan hokimiyatga, ya'ni sud hokimiyatga nisbatan bo'lgan munosabat. Kim ham hurmat qilardi bu hokimiyatni? Bitta tashkilot vakilini sudga keltira olmasa. Mayli, hozir gap bu haqda emas. Seni istalgan yo'l bilan bo'lsa ham albatta uyingdan chiqaraman. Qanday bo'lmasin, albatta bu uy meniki bo'ladi. Qabilida ish tutayotgan bir tadbirkorni da'vo arizasi bo'yicha sudimiz davom etyapti. Bugun ham sudga chaqirilgan vakillar kelmadi. Mayli, yashirmayman, Toshkent shahar hokimligi va o'sha investitsiya bo'limi vakillari kelmadi sudga. Sud endi ularni vaqtiga mo'ljallab sud kunini belgilaydi. Ularni vaqti bo'lmasa sud ularga moslashadi endi. Boshqa iloji yo'q. Bugun ham men da'vogar vakilidan bir sensatsion gaplarni eshitdim va haligacha aqlimga sig'dira olmayapman. Hech qanday bir qonuniy asosga, qonuniy hujjatga ega bo'lmay turib, qanday qilib qo'rqmasdan birovni uyini, birovni borib tinchini buzish mumkin? Qanday qilib birovni uyiga borib, bu uy uchun senga pul to'layman. Agar ixtiyoriy rozi bo'lmasang, sud tartibida narx belgilatib, to'lab, seni chiqaraman. Ana shu uy joyga nisbatan bo'lgan mulk huquqini ham bekor qildiraman deyish mumkin. Bu uchun bilmadim, kamida o'rmonda yashashimiz kerak. Eng yirtqich va vahshiylarni oshig'i olishku. Ya'ni kim zo'r bo'lsa shuni aytgani bo'ladi o'rmonda. Lekin biz odamlarmiz va qonunlar bilan, farmoyishlar, qarorlar bilan tartibga solingan fuqarolik jamiyatida yashayapmiz. Inson manfaatlari ulug'langan davrda yashayapmiz. Qanday qilib tortib olmoqchisiz, janob tadbirkor? Suddamiz. Bugun ham sensatsion fikrlarni bildirdi da'vogar vakili. Yana o'sha gap. Vazirlar Mahkamasini qarori bor bizda deyapti. Men iltimos qilaman. Fuqaro sifatida, advokat sifatida men so'rov ham yuborganman. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasidan mana shu mashmashaga nuqta qo'yib beringlar. Kelib mana bu da'vogarga, tadbirkorga kimnidir borib bezovta qilish huquqini berganmisizlar, bermaganmisizlar? Qo'pol qilib aytganda nomingizni sotib kimnidir uydan chiqarmoqchi bo'layapsiz. Aniqlik kiritib beringlar. Vazirlar Mahkamasi bunday vakolat bormi va o'zi umuman bu tadbirkorga shunaqa sizlar topshiriq berganmisizlar? Shunaqangi topshiriq ketganmi u yoki bu qarorda? Qanday qilib qurilish uchun ruxsat olmagan, yer qonuniy tartibda ajratilmagan, uy joy egalarini, ko'chmas mulk egalarini roziligini olmagan, loyiha smeta hujjatlari tegishli tashkilot bilan kelishilmagan korxona, INNS bo'yicha umuman savdo sotiq bilan shug'ullanadigan bir korxona qanday qilib birovni uydan chiqarishi mumkin? Yana Vazirlar Mahkamasini orqa qilib, Vazirlar Mahkamasining qarorini, ya'ni DSP deyishadi, xizmat davomida foydalanish uchun belgilangan hujjatini asos qilib odamlarni uydan chiqarmoqchi bo'lyapti. Sud orqali, sud tartibida. Odamlar norozi, bir 30 ga yaqin odam norozi, bu yerda qurilish qilishingga norozimiz. Ket bu yerdan deyapti. Ket, bizni tinch qo'y deyapti. Ammo u ketgisi yo'q. U qanday bo'lmasin ham shu uylarni sotib olaman deyapti. Sizlarni chiqarib buzib shu yerda biznes qilaman, milliarder bo'lib ketaman degan bir biznes reja bilan yuribdi. Yana bilmayman, balkim kimgadir sotib olar bu loyihani. Ammo qonun ustuvor bo'lgan jamiyatda yashayapmiz-da, kechirasizlar. Mana hozir tevarak atrofimda bir emas, bir 20 ta uy bor-da. Demak, xohlasam mana shu uylarni ham olishim mumkin ekanda, xohlasam. Asos bo'lmasa ham yo'lini qilib olsam bo'lar ekanda, odamlarni xohlamasa majburan chiqartirsam bo'lar ekanda. Buni yo'li bor ekanda. Buni yo'li borligi uchun ham kimnidir uydan chiqarmoqchi bo'lyapti. Iltimos, bu narsaga bee'tibor bo'lmaylik, o'rtoqlar. Toshkent shahar hokimligini necha marta chaqirdi sud. Kelgani yo'q, bilaman, ish ko'p, hammada ham ish ko'p, ammo sizni sud chaqiryapti. Sizni sud chaqiryapti, mustaqil hokimiyat, odil sudlov chaqiryapti sizni. Yetib kel deb nega kelmaysiz? Yo bo'lmasa ham hozir biz sifrovoy raqamlashtirilgan zamonda yashayapmiz. Bemalol ofisdan turib video konferens aloqa orqali ham qatnashsangiz bo'ladi sudda. Siz advokatga o'sha tadbirkor hech qanday huquqqa ega emas, u bilan shartnomamiz bekor bo'lgan degan javobni beryapsiz advokatga, ammo uni qo'lida boshqa ma'lumot. Keling, mana shu noaniqlikka nuqta qo'yib beringlar. Nega o'zingizni olasiz?
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, Toshkent shahar hokimligi va investitsiyalar bo'limi. Mana bu odamlarni qiynayotgan mashmashaga nuqta qo'yib berishingiz shart. Sud bugungi kunda qiynalyapti. Garchi sudga barcha hujjatlar taqdim qilingan bo'lsa-da, baribir hokimlik va kerak bo'lsa tegishli idorani tushuntirishi kerak bo'lyapti. Nimaga kelmayapsizlar? Nima uchun? Men bir narsadan juda qo'rqaman. Mana shu произвол, ya'ni siz bilan istalgan ishini qilishlari mumkinligi va qonun doirasida bunga erishishlari bu juda katta tashvishli signal. Bu произвол. Siz bilan xohlagan ishini qilishi mumkin va bunga yo'lini topadi. Bespredel, xohlagan ishimni qilaman va ko'rsatib qilaman. Xohlasang mana namoyishkorani xohlagan ishimni qila olishimni senga isbotlayman. Bu juda tashvishli signal. Bu juda katta e'tirozlarga sabab bo'lishi mumkin. Bu murojaatni agar imkonda qila olsangiz kengroq diapazonda yoyilishiga yordam bering. Men albatta bu videoyim ostiga tegishli idoralarni belgilab ketaman, ammo siz ham bu borada yordam qilishingizni so'rayman. Ya'ni bu amaliyot tendensiyaga aylanishi kerak emas. Bu произвол, bu bespredel to'xtashi kerak, to'xtashi shart. Davom etishi mumkin emas. Birovni uyini asoslarsiz olib qo'yish mumkin emas. Mulk daxlsizligi himoya qilinadi O'zbekistonda. O'rmonda yashamayapmiz, janoblar, o'rmonda emasmiz. Zo'r yutadigan jamiyatda emasmiz. Men qonun va uni kuchiga ishongim kelyapti va ishonaman ham. Qonunni asos qilib sudlarda qatnashyapmiz. Qonun ustuvorligi ta'minlanganligi uchun ham qayerdadir tantana qilyapmiz, g'olib bo'lyapmiz. Qonunga va uni kuchiga ishonmaslik bu bespredel произволni keltirib chiqaradi. Kuninglar yaxshi o'tsin, sudimiz hali tugamadi. Sudimiz yakuniga yetgandan keyin mavhum ma'lumotlarni ochiqlaymiz. Kim haqida gap ketyapti? Raqamlar, hammasini ochiqlaymiz. Hozircha sud yakuniga yetmaganligi uchun ham men bu case, bu ish bo'yicha sizga to'liq ma'lumot bera olmayman. Kuninglar yaxshi o'tsin, salomat bo'linglar.